Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz jamoamiz bilan yana bugun operatsion kun. Navbatdagi operatsiyamiz denivatsiya operatsiyasi, selektivniy penina denivatsiya. Denivatsiya вообще umuman jinsiy tez bo'shanishli bu butun dunyoda eng dolzarb va kam hal qilingan, ya'ni oxirigacha umuman hal bo'linmagan kasallik hisoblanadi. Lekin bu bemorda hal bo'linadi inshaalloh, chunki bemorda jinsiy holat sezgirligi baland. Bu tug'ma jinsiy holatda qon o'sha nervlarning soni ko'p. O'sha nervlarning soni ko'p bo'lganligi uchun sezgirlik baland, kremlanib ko'rgan vaqt uzoq bo'lgan. Bemorda xudo xolasa mana selektiv darsana denivatsiya operatsiyasini qildik. Lishli nervlarni olib tashladik va bu nervlarni olib tashlaganimizdan keyin inshaalloh bemorda xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ya'ni tez bo'shanishlik ketadi. 80% holatlarni umuman odam qancha ko'p operatsiya qilsa, o'shancha unda tajriba oshadi. Va bizning tajribamizda bu operatsiyalarni oxirgi marta hisoblaganimizda yarim yil oldin biz 300 tadan ortiq bu operatsiyani qilganmiz. Yana undan keyin qo'shilgan hisoblaganimiz yo'q. Ya'ni qancha ko'p qilsak, o'shancha bizda tajriba bo'ladi va oxiri bir to'g'ri metodikaga keldik va mana shu eng samarali metodikasini hozir biz bu bemorga ishlatib ko'rdik. Albatta bu mikroskop bilan qilinadi bu narsalar. Va bemorga mana shu operatsiyani nimalar qildik. Inshaalloh bemorda hammasi yaxshi bo'ladi va tez bo'shanishlik bartaraf bo'ladi. Sizda ham agar tez bo'shanishlik bo'lsa, siz lidokain test qilishingiz mumkin va lidokain test bilan vaqt uzoq bo'lsa, sizda jinsiy aloqani vaqti o'sha mana bu operatsiya qilgandan keyin jinsiy aloqani vaqti ham uzoq bo'ladi. O'zingizda tez bo'shaydigan do'stlaringiz bilan mana shu video lavhani podelиться qilib qo'ying, bizga obuna bo'ling, like, kommentariyaringizni unutmang. Sizda esa jinsiy aloqani vaqti necha daqiqa kommentariyada yozib qo'ying. Salomat bo'ling.